Assalomu alaykum. Gold Silk kompaniyasiga xush kelibsizlar. Gold Silk kompaniyamizda asosan milliy matolar, adras, atlas, qolaversa ipakli gilamlar ishlab chiqariladi. Sizlarni ushbu ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishtirishni boshlaymiz. Gold Silk kompaniyasida jami 12 xilga yaqin mato turi mavjud bo'lib, bulardan 100% ipakli shoyi matosi, 70% ipak, 30% paxtadan iborat 2 tepki matosi hamda Marlonning eng mashhur matosi Xon atlasi, 100% paxtalik harir, adras kabi 12 xilga yaqin matolar turi mavjud. Ushbu qavatimizda 100% qo'l mehnati asosida ipakli gilamlarimiz to'qiladi. Kichkina gilamlarimiz 3 oydan boshlab, katta gilamlarimiz 6-7 yilgacha to'qiladi. Shu ko'rib turgan gilamlaringni 1 sm kvadratida 100 dona tugun bor. Bu tugunlar soni eng yuqorisi 2500 tagacha chiqqan. Mana bu ipak tolasi ingichkalashgan sari gilamda bitish muddati ham, narxi ham ko'tarilib boraveradi. Sababi mana bu yo'g'on ipak tolasida bir kunda 3 qator to'qisa 3 mm bitsa, mana bu ipak tolasi ingichkalashganda 3 qator to'qisa shunchaki 1 mm bitadi xolos. Men Sultonov Ibrohim, kasbim to'quvchiman, dadam ham to'quvchilar, opog'im ham to'quvchi bo'lganlar. Men 3-avlod vakiliman, atlas to'qish bo'yicha. O'g'illarim 4-avlod, hozirgi kunda nabiralarim davom ettirishyapti, 5-avlod to'quvchilarmiz. Biz shu kungacha asosan atlas, adras, shoyi, a'lo baxmallar ishlab chiqarganmiz. Bundan tashqari ipak gilamni 97-yili boshlaganmiz. 97-yildan beri ipak gilam ham ishlab chiqaramiz. Bizning ipak gilamlarimiz asosan shu 2005-yildan boshlab Turkiya davlatiga eksport qilamiz. Biz ishlab chiqarayotgan ipak gilamlarimiz to'qilish uslubi asosan haraka uslubida to'qiladi. Haraka uslubi degani bu juft tugun degani. Asosiy ishlab chiqarayotgan gilamlarimizni 1 kvadrat santimetrdagi tugun sonlari 64 tugundan boshlab 2500 tugungacha gilamlarni ishlab chiqaramiz. Gilam bo'yicha asosan bizda hozirgi kunda ham 600-700 ga yaqin to'quvchilarimiz bor. O'rta Osiyoda eng yirik ipak gilam ishlab chiqarish bizning korxonamiz hozirgi kunda bo'lib turibdi. Bundan tashqari ipakdan to'qilayotgan mahsulotimiz ham O'rta Osiyoda eng kattasi hisoblanadi. Hozirgi kunda bizni o'rgatib
yetishtirayotgan shogirdlarimiz o'zi aslini olsa mingdan oshiq shogirdlarimiz bor. Shulardan bir qanchasi o'zini faoliyatini yakka tartibda davom ettirishyapti, usta bo'lishgan. Bittalari mana hozirgi kunda Umar Hojiyev Hikmatillo bu kishi mana hozir Amerikada o'zlarining do'konini ochib, shu biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni Gold Silk brendi ostida Amerikada savdosini yo'lga qo'yganlar. Kelgusida shu hunarni Amerikada ham ochib davom ettirish maqsadimiz bor.